الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bugungi darsimizda kichkinagina hadis olamiz. Ammo lekin kichkinagina bo'lsa-da, uning ma'nosi bizning turmushimizda bek zo'r ahamiyatga ega. Yarhamakalloh. Yarhamakalloh. Ham bek zo'r o'rinli ham islom dinining bir ko'rkam axloqlarida bo'lib turadi. U bo'lsa, u tug'anlar turida, tug'anlik jiplarini nig'ituv turida indi. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Buxoriy jildida keladigan sahih hadisda an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi va yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Abu Hurayra degan sahobadan kela, rizqi keng bo'luvin ham umrining uzun bo'luvini tilagan kishi tug'anlari bilan ilmtani uzmasin deydi. Bu sahih hadis bizning Buxoriyda kela. Bu musulmon kishisi shu tug'anlar bilan munosabatni saqlarga tiyir. Ninnigina tug'anlar bo'lmasin, u ilmtani uzurga tiyir tug'il. Ham agarda tug'ani onun bilan esanlashasi, ko'rishasi kelmasa-da, nashushi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amrin, Alloh taolaning amrin o'tab, u baribir tirishirga tegish shu ilmtani saqlarga. Ularni ko'rasi kelmasa-da, salom beriga, esanlashirga tegish. Ularni eshitasi kelmasa-da, baribir kishilar o'sha salom yetkirib anda uyindan chiqqanda qarshi olib anda halini so'rarga, nashulay saqlarga tegish shu ilmtani nigina bo'luna qaramasdan. Chunki bit hozirgi kunda bir qati taraldi, tug'anlar orasida talashuv, anda mol bo'lishuv ema, buyrakda atiyanilar o'lgash bir-birsini sudqa beru, mana bunday narsadan musulmon kishisi yiroq bo'lirga tegish. Chunki narsada islom dini ilmtani saqlarga deydi. Bu bir bo'ldi. Ikkinchisi, nashushi tug'anlik jiplarini saqlov bizning molibizga barakat berar ekan, molimizni orttirar ekan. Bitinde qaybir kishilar hatto turmushda da qarasak, kim tug'anlari bilan birdam yashay, Alloh taolo ularning mollarini da barakat beradi. Ya'ni dunyosida yaxshi boradi. Kim indagil tarqashda, anda talashuvda, sug'ushda Alloh taolo ularning dunyosini oladi. Dunyosida oqsoqlikni noshar boradi. Ham endi umrin uzun aytadi. Umrin uzun aytadi, kim shu tug'anlik jiplarini saqlayman bunda bitinki shagi darslar bo'ldi. Taqdir yozilgan bir nechta nitib uzun aytibda, kim aytibda bunda nechta sunonlarga hadisda bunda tug'anlik jiplarini saqlab umrimizni uzun aytib bo'ladi. G'olimlar mana narsa dedilar, kishi shu tug'anlik jiplarini saqlay ekan, uzmay ekan, bir qatımına tutashaykan indi shu tug'anlik jiplarini nima? Alloh taolo shu umrina barakat beracak. Bütün yaşagan ömrü bereketli, hayırlı, izgi amel kılıda bulacak. Şunun haklıktaki ko'p izgi amelde, yaxshi amelde bula, ulgeç de onun ismini söylep kişi yırtacak. Şunun bilen ömrü uzun bulacak. Biz biliriz bitindi. Sahabalarni eski alsak, bizning g'olimlarni, mesela Abu Hanifa, İmam Ahmad, İmam Shafi'i, İmam Malik, İmam Buxoriy, mesela şunun hadisleri, İmam Muslim. Onlar öldüler, ama lakin onların isimleri, neçe asırları elde biz biliriz. Yani elde yaşaylar bular. Yani onların isimleri yaşay. Bu narsani ko'rsatsa, shu ismi yaşayacak kishini. Yani shu tug'anlik jiplarini saqlab olib borsa, yashasa, Alloh taolo shu umrida narsa barakat beracak. Agarda izgi amallar qilib, kishi endi shu uzun yillar 90, 100, 120 yil yashasa-da, agarda shu tug'anlik jiplarini saqlamasa, onun umri baribir qisqa sanaladi. Chunki o'ldi bitdi, bir kim bilmayani, eshitmayani, so'zida, ismida bir narsasida qolmayacak. Alloh taolo yashatmaydi kishining umrini uzun etib. Ammo lekin narsada kim shu tug'anlik jiplarini saqladi, ul malına barakat beracak, ham umrinde barakat beracak edi. Bu hadis bizni qiziqtirdi. Tug'anlik jiplarini saqlarga itardi. İslam dinida shunday da'vatda da qo'llaniladi, boshda qiziqtirasin kishini. Shu izgi amallar bilan. Bu yumshoq kishilarga qo'g'laydi. Ham mana ikkinchi hadisni olamiz, bunisi qattiq kishilarga, bunisi qo'rqita. Bunisi ikkinchi hadis kelar.
وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع دي. Bu hadis bizning Buxoriy va Muslim jumtonda keltirilgan sahih hadislardan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: kim tug'anliq jiplarini uzdidi, u jannatga kirmayashakdi. Ya'ni uning o'rni jahannamdadir. Mana shunga qo'rqita. Shunga qotil kishilarga endi qiziqtira olmadi ekan, qiziqtira olmadi shu yumshoqlik bilan, barakat bilan hamda umrimizda da, molibizda da qo'rqita. Agarda izding ekan deb tug'anliq jiplarini jannatni unutsin deb. Biz shu hadisdan ko'rina tug'anliq jiplarini izu saqlamoq bu eng zo'r gunohlardan bo'lib turadi. Bu min kabairuz zunub tilarinde eng zo'r gunohlardan. Ham Alloh subhanahu va taolo hatto qo'yib royatlari bor. Mana Muhammad surasining 23-oyatida aytadi: "Ulaykallazina la'anahumulloh fasammahum." Bularni da Alloh taolo la'nat qildi deb. Kimlar shu tug'anliq jiplarini saqlamadi deb, u la'nat qilingan kishilardir. Tag'in qo'rqita. 25-oyatda Ra'd surasining narsada "Ulaykallahumul la'natu va lahum su'ud darb." Bularga da Alloh taolaning la'nati ham eng nashar o'rinlardan birisi jahannamdir. Alloh subhanahu va taolo aytadi shu tug'anliq jiplarini saqlamoq uchun. Shunga ko'ra ningina tug'anlarimiz bo'lmasin, ular bilan ilmtani saqlarga kerak endi. Aytib turam, o'zimiz bilan ular bizni ko'rasa kelmasalarda biz Alloh qarshida bo'lishimizni tushirga tiyishmiz endi. Unda shaltiratib mahalim bilarga endi agarda nishik deganda hozir alhamdulillah bitindagi 21-asr yurib tura olmasak da shaltiratib halim bilarga kerak. Unda endi yaqin orada ekan oyga bir borib qaytirganda qo'noqqash yururga bir-birimizga endi muhtojligi bo'lsa yordam etirga unda kengashlar berga yoki o'zim kengashtirgan shulay aytib tug'anliq jiplarini saqlara kerak. Bu islom dinining bir ko'rkam sifati bo'lib turadi. Shu tug'anliq jiplarini saqlash bo'yicha endi ham Alloh subhanahu va taolo bizga har birimizga tavfiq hidoyat bersin. Shu hadislar bilan shu ko'rkam xulqni saqlab islom dinida yasharga aytib turam. Bu islom dinining ko'rkam din bizning turmushimizni butun yoqdan da shilg'ab olgan. Butun yoqdan da alhamdulillah deb aytdim. Salom beruvda da bir-birimizga narsa xayrlik duo qiluvmi? Alloh taolo iymonligi, tinchligi bo'lsin deb tug'anliq jiplarini saqlab hali o'tashak biz atiyaniga qarata qardoshlar, ko'rshlar turida umuman islom dinining go'zalligini ko'rashak biz shu hadislar, oyatlar osha. Agarda biz shu islom dinini tiyishincha o'tab yashasak, ham qolganlarga ko'rsata olsak, Alloh taolo narsada stolpami qiladi. Толпами. Tatarşancık mı? Türküm de İslam'a kilirleri dedi. Agarda shu islom dinining go'zalligini ko'rsata olsak, shu adab axloqlarni o'zimizga olib ema, Alloh taolo aytgan narsada turkimda islom vakillari edi. Qizg'anishga qarshi shu adablarni, shu islom dinining go'zalligini saqlamoq orqasida kishi kirisincha narsa yirag'aya islom dinidan. Shunga ko'ra bizning ustida bek zo'r burish bo'lib turadi. Biz alhamdulillah masjidga yuribmiz, din tutamiz. Shu ko'rkam sifatlarni o'zimizda bo'ldirib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bek so'zini da qaramish, uni ko'rkam xulqini ko'rib, narsa islomga keltirgan bo'lar edi. Shulaymi? Unda masalan bir hadis o'tashak biz. Inshaalloh kelasi darslarda oldin aytib ketdim. La tag'dab, ya'ni ashlanma degan hadisi bor. Nimagina holda bo'lsa-da, kishi o'z ashulug'ini saqlarga tegish endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir badaviy, bir beduinni biz aytdik, badaviylar bek adabsiz kishi bo'larlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan so'rashganda da ya Muhammadkina deylar, ey Muhammadkina deylar. Sahobalar ya Rasululloh Allohning elchisi deb motor etib indashatran bo'lar. Bu badaviylar ya Muhammad deydi. Shu badaviy Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu badaviga narsa burushi bo'lar. Ajatga olib turgan bo'lar. Ham shu badaviy adabsiz keladi, ya Muhammad deb yoqasidan tutib oladi. Hatto sahobalar aytadi, shu mo'yin qirg'inda qizarib chiqqan, shuni qotib tutadi. Ya Muhammad qachon ajatimni qaytarasan endi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yilmayog'ini hozirda qaytaramdi, ya Umar deydi, "Ne ajatimni qaytar", ham ustunasida bo'lakda berdi. Umar radhiyallohu o'zimiz bilamiz, qiziq kishi bo'lar, qilishini qarab. Ya Rasululloh, nishiginni o'siyadi,
Шуңа әле авырту бәла каза китерде ди, хәтта монда кызарып чыкты ди, муен кырыган ди. Син аңа ди, әҗәтең елмайдың ди, йомшаклык белән ди җавап бирдең ди. Әле шуңасында бүләк бирмәкче буласың ди. Каямян башын чабам ди. Шундай хөрмәтсезлек күрсәткән өчен. Я Умар ди, нитмә ди, ла тагдаб ди, ашуланма ди, кызма ди. Мин кушканны эшләде инде. Һәм теге бәдәви артына китеп инде утыра инде шакката. Мин ди гомеремдә дә мондый ихтирамлык, мондый рахимлек күргәнем юк иде ди. Һәм дә мин шаһидлек бирәм ди, син чынлап та ди, Аллаһның илчесе ди. Шул вакытта менә шушы бер гадәти генә бер йомшак гамәл белән шушы бәдәви ислам диненә керә. Күрәсезме? Шушы бер үрнәк кенә җитә, шушы кеше ислам диненә. Хәзерге көндә ничек? Безне күрүдән качалар. Әй, ул мусульманнар алдалыйлар, әй, ул мусульманнар анда теге бурыч калалар да кайтармыйлар, ул мусульманнар анда тагын нәрсә эшлиләр. Хәзерге көндә бездә менә шушы әдәпләр югалды кызганычка каршы. Шуңа күрә менә без кешеләр белән муамәләт кылганда иң беренче уйларга тиеш без ислам дине өчен, үзебез өчен түгел. Менә шушы әдәбем белән, шушы муамәләтем белән үземә зыян салмыйм, ислам диненә зыян салам. Менә шушы нәрсәне начаррак эшләсәм, кешеләр бит миңа анда син эшләдең, анда Раил эшләде дип, анда шул кеше эшләде дип әйтми. Менә дин тутай, дин кешесе шулай эшләде дип әйтә. Biz үзебезнең әдәпсезлегебез белән ислам диненә зыян салабыз. Үзебезгә түгел, ислам диненә. Шуңа күрә безнең өстебездә бик зур җаваплылык тора, шушы ислам динен халыкка, динсез кешеләргә, имансыз кешеләргә шушы матур, шушы күркәм холыкны күрсәтү. Әйтте, без туган җепләре саклау булсын монда, әти-әнигә хөрмәт монда, шушы ачулану буенча анда һәм башка гамәлләр, һәм аны иншалла өйрәнәчәкбез көн саен шулай әзәзләп хәдисләр бу, һәм күбрәк өйрәнгән саен шушы ислам диненең нинди гадел, нинди шундый күркәм, нинди гүзәл дин икәнен аңлаячакбыз инде. Һәм күрәчәкбез Аллаһ Тәгалә ничек кешеләргә нинди рахимле. Без бит күпме гөнаһлар кылсак та, Аллаһ Тәгалә безгә рахимле, бәребез безне кичерә, шушы безгә тawfiqны биргән, шушы мәчеткә йөртә. Нинди генә гөнаһлар кылуына карамастан, без аңлаячакбыз. Аллаһ Субхана ва Тәгалә нинди зур ниъмәттә безне яшәтә. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.